Uyg'urlar Volkswagen'ning Sharqi Turkistondagi zavodini taqashni talab qildi va Turkiyadagi savdo hamrohi Doğuş guruhi oldida namoyish o'tkazdi va bayonot e'lon qildi. Turkiyadagi Uyg'ur diasporasi Germaniya mashina magnati Volkswagen'ning Sharqi Turkistondagi zavodida qayta tarbiyalash markazi nomida faoliyat olib berayotgan lagerlarda tutilgan Uyg'urlarning majburiy emgakka selinayotganligiga norozilik bildirdi. Dünya Uyghur Qurultayı Fondi və Şərqi Türkistan Yeni Nəsil Hərəkətinin rəhbərligində 2021 yılı 6 ayının 12 günü İstanbul'un Sarıyer'də Volkswagen'ның Türkiyədəki savdo həmrahi Doğuş guruhi oldida namoyish o'tkazildi. Namoyishda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy bilan savdo aloqasini to'xtatishga chaqirildi. 10 iyun Amerika Kengash Palatasi Tashqi munosabatlar komitetida ijilgan Birlashma tarmoq komitetlarining Sharqi Turkistondagi vahshiylik nomli guvohlik berish yig'inida Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga yuqori baho berildi. Mazkur guvohlik berish yig'iniga riyosatchilik qilgan Kengash palata a'zosi Admarki mundaq dedi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi Xitoyning Yiroq g'arbidagi millionlagan Uyg'urning vahshiyliklarga qo'lga ilinganligi va musulmonlarga qaratilgan qabih jinoyatlar haqida xabar berishda oldingi safda turib, Xitoy hukumatini tutib turish lagerlarining mavjudligini va nazorat davlati qilmishlarini inkor qila olmaydigan holga tushirdi. O yana Xitoy hukumatining Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining muxbirlarini jimoqtirish uchun ularning Xitoy ichidagi oila a'zolarini tutqun qilganligi va parokandichilik solganligini, shuningdek buning oldini olish uchun cho'qim harakatga o'tish lozimligini aytdi. O mundaq dedi. Shunda qilib, bu haqda Kengash palatasi ma'qullagan strategiyalik raqobat qonuniga mening shartim bilan birdan-bir Uyg'urcha anglatish beradigan Erkin Osiyo radiosining yillik xomchotini 50% dan ortiq ko'paytib, $70 million ga yetkazish moddasi kirgizildi. Dünyadagi eng taraqqiy topgan 7 davlatning rahbarlari qatnashgan G7 boshliqlar yig'inida ul aslahalarini yaxshilashga mablag' selishni xohlaydigan to'van kirimliq davlatlar uchun Xitoyga qarshi qo'shimcha qo'llash planini tuzish qaror qilindi. Amerika prezidenti Joe Biden o'zlari qo'llagan dunyoni qaytadan barpo qilish plani orqali Xitoyning bir balvoq bir yo'l planiga qarshi texnik yaxshi tanlash bilan ta'minlashni maqsad qiladiganligini aytdi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l programmasi nurg'un davlatlarning qatnash ul aslahalarini yaxshilashi uchun mablag' bilan ta'minladi. Lekin bu plan ba'zi davlatlarning qarzini oshirganligi uchun tanqidlandi. Amerika Xitoyning bu planini qarz diplomatiyasi deb tasvirladi. Yevropa Ittifoqi, Angliya va Kanada bu yilning boshida birla vaqtda Xitoyga jazo yurgizdi. Bu jazolar Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarning kishilik huquqiga daxl-taruz qilgan deb ayblangan amaldorlarning mol-mulklarini to'ng'itish va sayohat qilishni cheklashni o'z ichiga oladi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu, Davlat Mudofaa ministri Akar, Ichki ishlar ministri Soylo, bosh shtab boshlig'i Güler va Milliy istixborot tashkilotining boshlig'i Fidan qatorliqlardan tashkil topgan yuqori darajalik bir vakillar umiki Liviyaga berib rasmiy ziyorati bo'ldi. Tashqi ishlar ministrligi rasmiy Twitter hisobida mundaq dedi. Ziyorat jarayonida ikki taraflik munosabatni muzokara qilish va rayon masalasida fikr almashtirish ko'zda tutiladi. Prezident aloqa ishxonasi bu haqda bayonot e'lon qilib, bu ziyoratning NATO boshliqlar yig'inidan ilgari Prezident Recep Tayyip Erdo'g'anning yo'l yo'riqi bilan qilinganligini bayon qilindi. Egilenishicha, Turkiya vakillar o'mikining ziyorati 23 iyun chorshanba kuni Germaniyaning poytaxti Berlinda o'tkazilmoqchi bo'lgan ikkinchi qatimliq Liviya yig'inidan bir qancha kun burun elib berilgan. Xitoyning Guizhou o'lkasi Guiyang shahridagi bir zavodda zaharli qiymilik moddaning eqib ketishi sababidan 8 odam qazo qilgan. Aloqador mas'ullarning aytishicha, qiymilik eqib ketish zavod ishchilari zavoddagi mashinadan dehqonchilik to'g'risida ishlatilgan metal formatni to'shishga uringanda yuz bergan. Zavoddagi hodisada 8 odam hayotidan ayrilgan, 3 odam yaralangan. Xitoyda ximilik moddalarni pishiqlab ishlashga munosabatlik ajallik hodisalar yaqinqi yillarda yuzlagan odamning joniga zomin bo'lgan. 2019-yili Jiangsu o'lkasidagi bir ximilik zavodda yuz bergan portlashda 78 odam o'lgan.